Hamma eshityaptimi? Eshityap turgan bo'lsanglar videoni boshladim. Eshityapsizlar ekan. Biz bugungi videoda sizlarga mod emas, server emas, karta emas, zo'r narsa olib qo'ydim. Qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni bu. Mana shu yerda hammasini nima qilishini ko'rib chiqamiz. Bularni bilsak kerak. Birinchi command blokdan boshlaymiz. Command blok bular shart emas, ikkalasi ular foydalanishni bilmayman. Bundan ham bilmayman. Buni olamiz. Ularni ham qanday qilishni ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana shu uchalasini kommentariyada yozib qoldirsanglar, o'rganib sizlarga ko'rsataman. Mana endi bun bilan bir bilan 0 keyin nima qilishini bilmayman. Bu yoqqa olib turib, buni oxirida ko'rsataman. Buni bekka invertordan chiqib birinchi ko'rsatadigan narsam, demak, ketishib turgan bo'lsa bu ekan. Buni 0 bor, biri ham qo'limda bor. Mana biri. Nima qiladi desanglar, nechigacha boradi? 8, 9 11, 12, 13, 14, nash 4 o'xshayaptimi? 15, hozir 5 chiqadi, 19 demayman. 15 gacha boradi demak. Bu ham 15 gacha. Hozir necha ekan bu? 13, 14, 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Kelasi ham 15 ga boradi. Hozir ittalab qo'yarsam, lekin ittalab qilishim deydi. Ittalab qo'y. Uni sizlarga ko'rsatmay qolaman. Videoda o'chirib turishim mumkin bo'lsa. Uni bossam o'chib qolmaydimi? Yo'q, o'chib qolmaydi. Yo'q, videoda o'chirish yo'q ekan. Men baribir sizlarga ko'rsatib kelmayapti. Shunga yaxshisi uxlab yuboraman. Eng to'g'ri variant. Xo'sh, kravat qaytdaydi. Keyingi safar ittalab qilishni ham yana chetlarda o'rgataman. 10 ta bo'lsa yangi video chiqadi degandim. Lekin meni sabrim chidamadi. Shunga hozir chiqarib oldim. Ammo tezroq 10 ta bo'lishimiz ham kerak. Qachongacha mana yuraman, mana shu yerda bo'lishi kerak. Qizilidan olamiz. Buni bunday bekka qo'yib qo'yamiz.
7 bosib 9 bosib uxlab turaveramiz. Turganimizdan keyin ertalab bo'ladi, boshqa için nima bo'lardi? Va fonarlarimiz ham ko'rinmay qoladi. Aslida mana fonarlarimiz. Bunga qolsam ko'rinmaydi. Ko'rinmaydi. Ana endi ko'rsatadiganim command block. Shu yerda nimani ko'rsatsam? Yaxshi ko'rsatadigan narsam set give küçükçe a Minecraft onu olib ko'ramiz. Nimaligini bilmadim. Berilmadi nimagadir. Demak, command blokimiz o'xshamayotgan. Bosdim. Menimcha bunga dastak kerak. Hozir dastak olamiz. O'zi ham invertarimni rasta to'ldiraman ekanda buni. Xo'sh, nimaga aynan dastak desanglar, dastakda qilish osonroq. Boshqalardan 8. Ana, bu manaqa narsa ekan. Unda keyingi narsamizni ko'rsatib o'taman. U narsamiz bu ko'rinmaydimi shunda? Ko'rinadi. Faqat qo'limga olsam ko'rinmaydi. Qo'limga olmasam ko'rinmaydi. 5 tush. Lekin bu vashchim ko'rinmaydi. Buni mittiligini qaranglar. Buni orasidan o'tsa bo'ladi. Bunikidan o'tsa shuni deylar. Короче, endi bunga navbat beramiz. Nima desanglar hozir ko'rsataman. Chupakka o'xshasa sehrlangan bu narsani aylantirib oladigan chupak. Har narsani mas'ul aylantirsa bo'ladigan aylantirib tashlaydi. Masalan bu suv quyish. Shunda qilsak suvni olib qo'yadi hozir. To'rt bosib. Nima bo'ldi? Короче, mana shunaqa narsa bu. Короче, nima qilishini ko'rdinglar. Endi men umuman bilmagan bu ramkalarga navbat keldi. O'tirib turib sayt qo'ymoqchi edim. Negadir qo'yilmayapti. Unda biz bironta blok qo'yishga harakat qilamiz. Buni bekka qo'yib, xo'sh, invertordan chiqib
ko'rinmas ramkani hozir shunda bu qo'yilmayapti. Unda buni olamiz. Bu qo'yilmaydigan bir jinni ramka ekan. Sen bilan seni bekka qo'yib Короче, bular ishlamaydigan bir narsa ekan. Yana nimalar bor? Shu to'rttasi. Короче, bu video shu bilan tugabdi. Hammaga sog' salomatlik tilayman. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Esdan chiqsa men xafaman. Bo'pti.